Xo'sh, qizimga kuyovlikka nomzodmisizlar? Da shunaqa. Ey, siz nima ish qilasiz? Endi men ko'chada bizneslarim bor. Ko'cha hayot, ko'cha sistema cho'sila-yu, o'zinglar. Nima mashina minasiz? Men katta bolalarni jentrasidan haydayman. Ey, sen cho'pon bo'lsang kerak, a? Yo'q, to'g'ri, oddiy bolaman. Unaqa maqtanadigan narsam yo'q. Ha, xo'p, nima ish qilasan? Shu oddiy Amerikada trak haydayman. Traktor deydimi? Yo'q, onajon. Trak bu yuk mashinasi. Chikagoda Restart degan kompaniya bor. O'sha yerda yuk mashina haydayman. Ha, bo'pti. Necha pul topasan oyog'i? Shundan gapir. Uncha ko'p emas. Shu oyiga 10-15 ming dollar ishlayman. Nima mashina minasiz? Oddiy gelik. Velik deydimi? Okajonim. Yo'q, onajon. Gelik bu Mercedesdan anaqa sportga turbuchi. O'sha. Qara qizim, gap senda qoldi. Ana biznesmen sarpishakdimi yo oddiy traktorchimi? Bu talla. Ona, har doim aytardingiz-ku, baxt oddiylikda deb. Men oddiylikni tanladim. Meni tanladingizmi buncha zo'r? Wow, oddiylikka nima yetsin qizim? Ha, oyijon, oddiylikda hikmat katta. Maqtanishmasu, Toshkent shahrida 20 ta kvartiram bor. Oddiyligingizga ko'z tegmasin.